Hammaga salom qadrli Erpovar kuzatuvchilari. Bugun bizda yangilik. Hozir biz Namangan shahriga yetib kelganmiz. Namanganda mashhur bo'lgan Jobir aka darvozachi bilan hozir sizlarni tanishtiraman. Nimaga tanishtiraman? Bularning darvozalari o'sha butun O'zbekiston bo'ylab shov-shuv bo'lib, eng sifatli darvozalar bilan nom qozongan. Hozir o'zlari bilan tanishamiz. Ketdik. Jobir aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshimi, tinchmisiz? Aka, qalaysiz? Rahmat. Bizni obunachilarga bitta o'zingizni tanishtiring. Sizni biz hozir butun O'zbekiston biladi, shu mashhur darvozachi, sifatli darvozalar bilan tanilgansiz. Bizni obunachilarga bir ismi sharifingiz, qayerda turganimizni bir to'liq aytsangiz. Biz Namangan shahar, ismim Jobirxon. Darvoza, kacheli, kravat, to'ra, temirdan nima bo'lsa, Xudo xolasa yasaymiz, olib o'rnatib beramiz. Bir temirni bo'ysundiradigan odamsiz, Ha. Tushunarli. Aka, biz darvozalaringizga qiziqib keldik. O'sha dong'i ketgan darvozalaringizni bir ma'lumotlarni olaylik deb keldik yoningizga. Masalan, mana shu darvozangiz buni turishi hisoblanadimi, kvadratimi, qanaqa materiallar ishlatilgan? Bitta ma'lumot bering, bular o'lchamlari qanaqa? Aka, bu darvozamiz eni 360, balandligi 320. Aha. 2 qavatli, 30 litr bo'lgan. Aha. Hop, chechen darvoza deydi, nerjavkadan yopishtirilgan. Orqasini ham ko'rsataman, orqa oldi bir xil darvozamiz. Lestlari 1.8, materiallar 6.4 dan bo'lgan. 30 litr bo'lgan qonni. Ko'rinishdan o'zi chiroyli darvozaga o'xshab turibdi. Darvoza chiroyli, Buni materiallar. narxini necha pul dedingiz? Buni 1 kvadrat metri 1 million 400 ming so'mligi bor, 1 million 600 ming so'mligi bor. 1 million 400 ming so'mligi oldi ko'rinishi mana shunday bo'ladi, orqa tomoni tekislik bo'ladi. Aha. 1 million 600 ming so'mligi oldi orqa bir xil bo'ladi. Bir xil bo'ladi. Ha, orqasini ham bitta ko'ring. Tushunarli. Mana orqa tomoni qora nerjavka qilingan. Oldiga tillarang, orqa tomoniga qora nerjavka yopishtirganmiz. Fonni. Bu ham chiroyli ekan. Ha, oldi orqasi bir xil. Endi aka, keyingi darvozaga o'tamiz. Bu darvozamiz ham 2 qavatli. Aha. Lazer 2 qavat. Aslida manjoyatlar 1 qavat. Aha. An yonlarda girda deydi, girdalari chiqqan. Buni narxi necha pul? Bu narx 1 kvadrat metri 1 million 400 ming so'mdan. 1 million 400 ming. Tushunarli. Bunga qanaqa listlar ishlatilgan temirlar? Bunga 1.8, 8 ga to'g'ri ramka qilingan monetlarga. Aha. Qovurg'a 8 ga to'g'ri bo'lgan. Ichi 6 ga to'g'ri bo'lgan. Listlar 1.8 bo'lgan. Buni kvadrati 1 million 400 1 ming. million 400 ming so'mdan. O, mana bunisi chiroyli ekan. Mana bunisi chiroyli ekan. Hurmatli operator, mana shuni bitta chiroyli. Shunisi yoqdi menga. Jobir aka, bu qanaqa darvoza? Bunga qanaqa material ishlatilgan? Darvoza high-tech deydi. Aha. Umuman do'sh shumkadagi taraqtur degan narsa yo'q bunda. Yo'q, qo'yil. Ha, chunki men ustiga terilgan narsa har 4 sm terilgan hisobiga baquvvat qo'rgan. Orqasi tekis bo'ladi buni. Ham sifatli, ham eng video chiroylisi shumi deymanda, yo Ha. hali yana ko'ramiz. Hozirgi modada chiroyli turishlari ham salidin darvoza bu. Hozirda qadavoy shu. Hadavoy shu bo'lib turibdi hozir. Buni narxi qanaqa? Buniki 1 million 450 ming so'm. Zo'r-ku. Ruchkalari nerjavkadan qilingan. Aha. Temirdan emas. Tushunarli. Demak, sifatli materiallar ishlatilgan. Sifatli, xudo xohlasa sifatidan agnaqidan ko'ngillarni to'q qilishsin, chiroyli narsa Lekin olib o'rnatib beramiz. rostdan ham ovoz Ularga chiqmayapti nisbatan ovoz. dovush yo'q bunda. Keyingisi. Buni nomi Bu qanaqa? darvoza high-tech darvoza deydi. Aha. Buni 1 kvadrat metr 1 million 400 ming so'm. Bu 2 qavatli bo'lgan. Bu 30 litr bo'lgan. Mana. Bu ham. Buni ham ovoz chiqmaydi. Buni ham dovush chiqmaydi. Perjaka yopishmaydi. Bu ham salidni skrom narsa. Zamolari ham mana ko'rsatsangiz bo'ladi. Yaqinroq keling. Toza original zamo bo'lgan. Kamida bir 50 yil xizmat qilib beradi bu. Xudo xolasa, endi 3 yil 4 yilda bir kraska sepib qo'yiladi, iloji yo'q. Xususiyatini yo'qotmaslik uchun. Xususiyatini yo'qotadi. Tushunarli. Endi Keyingi men darvozalar. nerjavka ko'p yopishtirgan darvozamiz. Aha. Buni men nerjavkani tilla rangi ham, qora rangi ham, Ha. xohlagan rang, oq rangi bor, 3 xil rangi bor, yopishtirib beraveramiz. Mana Ha, bularni o'zgartirsa bo'ladi. Ha, bularni o'zgartirsa bo'laveradi. Bu ham o'tib plit bo'lganmi? Bu ham 30 litr bo'lgan. Shovqin o'tkazishi ham kam. Shovqin umuman o'tkazmaydi, xudo xolasa. Qo'ying. Buni narxi qanaqa? 1 million 400 ming so'm buni 1 kvadrat metri. Tushunarli. Endi arzonroq darvoza so'rashganlar bo'lsa, o'z buni ham ko'rsatamiz. Pechatli darvozalar bor. Shu o'rinda Jobir aka, keling, bu yoqqa turing. Bizni obunachilarga qarang. Shu o'rinda hozir biz sizni darvozalaringizni bir qanchasi bilan tanishdik.
bizni obunachilarimizga, ya'ni boshqa darvozachilardan ko'ra sizda nima afzalliklar bor? Sizga biz mijozda kelib sizdan darvoza sotib olishsa, boshqa darvozachilardan ko'ra nima yutuqlarga erishadi? Nima bonuslar bor? Masalan, o'zimizda, Aha. men o'zim ertalabdan kechga shu dordan tepasida ishxonada bo'laman. Aha. Любой payt telefon qilishsa, syomkalarni, qilinayotgan jarayonlarni ko'rsatib beraveramiz. Hali ko'chada yurmayman, postoyan ishxonada turaman. Ertalabdan kechgacha. Yana qanaqa bonuslar bor? Yetkazib berishmi? Nima bonuslar bor? O'rnatib berishlar, dastavkalar hammasi ichida. Hammasi ichida. Shu aytilgan narx ichida olib borib o'rnatib beramiz. O'rnatib berishi ham. O'lchashchi. O'lchashlar ham shuni ichida. Yo'q, O'zimiz qo'y. borib o'lchab olamiz. Zo'r. O'ylarga borib yana qanaqadir takliflar bo'lsa, ko'rib qanaqa holatda tushadi, aytamiz, mana holat tushadi deymiz. Chunki biz buning ichida ko'p yurganmiz, qayga qanaqa narsa yoqishini bilamiz-da. Yana bitta savol beray sizga. Hech qaysi darvozachida yo'q. Sizda nima bor mijozlar uchun? Hech qaysi darvoza chiqib bermagan, faqat sizda bor. Nima masalan? Nima bor? Materiallar ponni o'zimiz olib kelamiz. O'zimiz olib, o'zimiz bu Toshkentdan olamiz. Birinchi O'zimiz qo'l. sotamiz, ha, birinchi qo'l. Ha, tushunarli. Yana bitta hech kim qilmagan ish bor, o'zi ag'da. Ayting, hech kim qilmagan, hech kim Orqada ko'rsataman. qilmaganidan ayting bizga. Mana bu darvoza yoqdi, lekin menga mana shu darvoza yoqdi. Mana o'sha hech kim qilmagan joyga Aha. olib keling baroqdan. Aha. Mana shagrin kraska bo'ladi. Aha. Bu pechkada, pechkasini ham ko'rsataman. Pechkada chiqaziladi buni. Aha. Hech kim qilmagan hali bu shagrin kraskani darvozaga sepmadi. Kachada kravat sepdi, lekin darvozaga sepmadi. Kraskasi bulagan devorlarga nisbatan bulada garantiya ko'proq. Nima afzallik jihati bor qolgan kraskalardan? 180 gradus pech issiqligida chiqadi bu kraska. Yo'q, ha? Ha, mana qalaga o'zimizda sepib qo'ysangiz chiqadigan narsa emas. 180 gradus issiqqa kiradi, shunda pishadigan narsa bu. Bu qirilmaydi, chizilmaydi? Sirli kraskalar, paqa choynali bo'ladi, sirli Ha, ha. qadimgi. O'shanaqa kraska mana shu. Qimmat kraska. Qimmat kraska. Yo'q, Buni qo'y. 1 kilosi 7 dollardan sip turib pechka olib chiqiladi. Devorlarga nisbatan bunda mashaqqat ko'proq. Haligi yorilib ketdi, chizilib ketdi deganlarga biz o'zimiz ham devor sepamiz, sepganmiz. Yorilib ketgan, chizilib ketdi bo'lardi. Aha. Endi manunda anularga nisbatan aginaqa kraskasi yaxshiligini hisobiga bularda zo'r chiqadi xudo xohlasa. Yo'q, qo'y. Mana bu narsani chizib ko'raman, olib keling baqa. Master klass ko'ramiz. Mana. Mana qo'limda temir. Shurib ko'rsating. Mana shu. Qirilmadi? Qirildi. Yaqinroq olib kelingchi. Yo'q, qo'y. Buni kraskasi ko'proq endi lesilaga ham qilibdi. Juda kam. Ha. Endi boshladi, birov 1,5 oy bo'ldi bu kraskani boshlaganimizga. Xudo xolasa ko'ngil to'q qilishaveradi. Yomg'irda qolsa ham, oftobda qolsa ham, oftobda turadiganlarga mana kraska haqiqatdan o'sha xizmat qiladigan kraska. Zo'r. Quyoshda o'zini xususiyatini yo'qotmaydi. Yo'qotmaydi quyoshda. Chunki Jobir bu aka, endi pechka kiradi, mana devorlar kirmaydi. aha, Mana pechka kirgan hisobiga xususiyatini yo'qotmaydi. tushunarli. Jobir aka, endi bizning obunachilarga oralarida budjetli darvoza qidirib yurganlari bor. Arzonroq variantlaringiz ham bormi? Mana shu mashdoradamiz 1 kvadrat metri 650 ming so'm. Bittada teng yarim, naryoqda 1,4 ming edi. 650 ming so'm. Bu ham ashla qilgan xizmat qiladi. Yo'q, a? Shu qimmat kraska hozir 650 mingdanmi? 650 ming so'm 1 kvadrat. Naryoqdagilar 1,4 mingdan. Ular 1,4 ming so'm. Ular lisi dorada. Shundan olsanglar bo'lar ekan. Shunda ham 550 minglik jarayon bor, 0,8 lis bo'ladi mana ular. Aha. Ha, endi mana ular 1,2. Ha, Darang-durung qilavermaydi. tushunarli. Endi manulari 0,8 bo'lagagina qilinmaydi. Haliga 1,2 qo'yilmaydi. Aslan manunga qo'yiladi, darang-durung yo'qolib jim turishi uchun 1,2 qo'yveramiz mana bu joylarga. Zo'r. 1,2, 1,3 aralash qo'yiladi, lekin Bu tarafdagilarichi? mana ham oling. Bu hozir mana kraska. Bu ham xuddi shu kraskadanmi? Ha, shu kraskadan rangi oqishrog'i. Ha, bu ochroq ekan. Ha, ochrog'i. Endi ko'proq qoramtir, ochroq, shikalant rangi bor. Ha. Qanaqa rang tanlatsa, olib borib sepib o'rnatib beramiz. Qirilmasin. Lekin bunga gruntovga sepilmaydi. Sababi kraska ushlamaydi. Gruntov sepganda. Ha. Zo'r. Endi mana devo kraska mana ular. Bulari Devo kraska. Bu ham listlari 1,3. Baquvvatligi,
Ortiqcha Taglarga ovoz chiqarmaydi. Ha, ovoz chiqazmaydi. Endi bular devo, devoni mana bering. Olib keling baqa. Ketdi o'zi mana. Chizildi o'sha. Yo'q. Bittada chizildi o'sha. Bitta mana shu putini agina qildim, ikki tomon. O'sha 650 mingga ham qimmat kraska ham video chiroyli ekan o'sha. Endi buni ham, uni ham narxi bir xil. Bir xilmi? Bir xil. Chunki devo kraska deyiladi. Narxini bir xil qilib qo'yilgan. Kimga qasdi yo'qsa o'sha narsani qilib beramiz. Bunda endi ikki xil, uch xil rang tepa olasiz. Xohlagan o'yi shakliga qaraysiz. Unda uch xil, to'rt xil rangi bog'liq, boshqa rangi yo'q. O'sha chiroyli ekan bu. Buchi? Bu endi 1 kvadrat metr 1 million 200 ming so'mni do'rrazamiz. Ha. Bu list Ovozi ham chiqmayapti. Ha, chiqmaydi. 1.8 bu listi. Zo'r. Buchi? Bu 650 ml jarayon. Bular ishlaydimi? Yo'q, bular ishlamaydi. Pechatli darvoza. Bu nech pul dedingiz? 650 ming so'm 1 kvadrat. 650 ming. 550 mingdan 650 minggacha borda. 08, 12 metr shivillari bor, ikkita yon shivillar, tagi shivillar bor. Ash tomonlarni hisobiga 550 mingdan 650 minggacha. Bu ham sifatli. Ha, bu ham dastavkasi ichida. O'sha bonuslar bularga ham amal qiladi. Bor. Qimmat arzoni ajratilmaydi. Yo'q. Xo'p, endi bunda pechatli darvozamiz mana chekkasi mana to'rtbuchak qilingan. Aha. Chekkasini ham bostirilganda gulda. Mana bunda doib ketsangiz mana tekis. Aha. Bundagi mana bosilgan. Bunda o'sha gul bor. Ha, gul bor. Bu nech pul? Anjon chaspa qilingan. Bu devo kraska, bu ham 650 ming so'm. Mana qo'shimcha manaqa urilgani bonus. Zo'r. Bu bonus. Bonuslaringiz ham ko'payib ketdi. Endi mana ham shagrin kraska. Voy, qimmat kraska. Ha. Chunki ko'pchilik mashina o'tibdi, klientlar ko'p oldin, bir oy oldin bir haftada bir marta qilsa, shagrin hozir har kuni mashina kraska sepibdi. O'sha o'rganda odamlar qachon paydo bo'ldi o'zi bu? Bir oydan o'tdi. Yengillik ekan o'rtoqlar, 1 oylik hali yengillik ekan. Mana shu kraskali darvozani sizlarga tavsiya qilaman. Ham arzon, ham juda chiroyli, ham dastavkalari ichida o bonuslari ko'p. Qani bu yerda pechka? Mana hozir eshik yopilsa, Aha. mana garilka turibdi, gaz yoqilsa, mashina 180 gradus issiqlikka kiradi. Yo'q, ha? Issiq bo'ladi, mana o'tib ketir qilingan, mana ataylab shunga mos. Mana sepilish, butgan holati mana o'sib qo'yilgan darvozani. Gaz pastda yonsa, isiganda mana kraska o'zi ashdan yo'yiladi. Yo'q, qo'y. Kraska o'zi qum bo'ladi. Bu hozir faqat sizda bormi shunaqa kraska? Ha, hozir bitta biz o'zimiz sepibdi. Yo'q, qo'y. Gazda issiqlikda tayyor bo'lar ekan bu kraska. Jobir aka, biz darvozalaringiz bilan tanishdik, to'g'rimi? Ha. Endi bu mahsulotlaringiz bilan bizni tanishtiring. Obunachilarimizni tanishtiring. Kravatimiz, Aha. gilamlari, pollari. Mana pollarni ko'rsangiz, pollari ham shpunt bo'lgan. Aha. Bu o'sha qimmat kraskadan, ha? Ha, bu ham o'sha qimmat kraska. Kravat kachili 90% mana shunaqa shagrin kraska. Ha. 10% endi devo qilib yuboramiz. Peshkash ko'p ishlaydiganga devo qilamiz, ilojimiz yo'q. Buni tepasi ham chiroyli. Tepasi Lexan 5 yil garantiya bergan asli zavod. Aha. Emblemalar bor, 5 yil garantiya berganligi. Tepasi yopiqligi, oddiylari bor, buni ham ko'rasiz. Buni o'ylang. Bu ham chiroyli. Bu ham chiroyli ekan. Bu ham chiroyli. Buni narxi qanaqa? Buni narxi 8 million so'm, dastavkalar ichida. Dastavkalar ichida. Ha. Tushunarli. 2,5 metrga 3 metr razmeri. Keyingisi? Keyin bu pashaxonali. Bu ajoyib to'xtalib o'tasiz. Bir ko'rsangiz, Bunisi boshqacha ekan, boylanikidan ekan bu. buni kerak bo'lsa, bunday ochsangiz padda ketadi o'sha yoqqa. Zamonlar bor, zamonlab qo'yiladi. Pashshacha qolmas ekanda endi. Gilamlari bilan birgami? Bu ham gilamlar bilan birga. Gilami bilanmi? Gilami bilan birga. Yo'q, qo'y. Gilami bonus. Zo'r-ku. Buni razmeri qanaqa? Bu ham 2,5 metrga 3 metr. Xotirjam 12 ta odam sig'ib, bemalol o'tiraveradi. Mustahkam, ha? Mustahkam. Qimmat kraskalar. Nech pul buni narxi? Bu 10 milliondan 12 milliongacha. O'rtoqlar 10 milliondan boshlanar ekan. Hamma narsani tushuntiramiz. 10 milliondan 12 milliongacha dastavka beramiz buni ham. Tushunarli. Bularichi? Endi bu kravatimiz 4 million 200 ming so'm.
gilamlar To'g'ri. bilan bu ham. U bilan buni nima farqi bor? Endi uni tepasida leksiyani bor. Mayli, ustuni bor. ularni ko'rdik. Tepasi, pashshaxonasi va bu to'rlarini ko'rdik. Temirda nima farqi bor? Temir hammasiniki bir xil. Bir xil. Ha. Ha, tushunarli. Bunda ozgina naqshlari bor ekan. Bunda naqshi bor. Mana naqsh ko'rinib turadi. Naqshi bu zo'r ekanmi bu? Cho'ntak bo'lib ekan. Bu ham Endi xunuk emas. tepasi ochiq. Bu ham xunuk emas, bu ham Ha, chiroyli ekan. Bu ham chiroyli. Budjetni qidiraman. 4 million 200 dedingizmi? 4 million 200 ming so'm. Ana ularni- Dastavkaga beramiz. Ana ularni teng yarmi ekan. Bu zo'rda. Budjetni. Darvozaxonaga qo'yib qo'yishadi. Aka, bular nima? Bu ham kacheli. Aha. Uchishaveradi. Mana. Toykidan olingan. Buni to'xtashlari ham bor. Mana to'xtatib yotsa ham bo'laveradigan. Yotadi bu ham. Ya qo'y. To'xtatib qo'ysangiz, Yumshoq qilganda prujinkalari ham bor ekan bular. prujinali bu, pachimdalik emas. Bu nechi pul? Bu 5 million so'm. Bu Bu ham ham dastavkasi ichida. qimmat kraskalardan. Shagrin kraska bo'lgan bular hammasi. Buchi? Bu 5 million 700 ming so'm. Bunga tashqi ko'rinishga berilgan ekan, mehr berilgan ekan. Mehr berilgan bunga. Tashqi ko'rinishiga materiallari mehr hamma yo'g'i joyida. Chiroyli bo'lgan. Aytganlaringiz hammasini dastavkasi bor. Hamma narsani Ichida? ichida dastavkasi. Bu skidka bormi? Klientlarga? Elparvardan telefon qildim deysa, skidka qilib beramiz. O'rtoqlar, eshitdinglar? Elpavardi kanalidan, Shuhrat Musayev kanalidan shu nomerni olib sizga telefon qildim desanglar, skidkasi bor ekan. Narxini oldindan aytib ketamiz. Narxini aytgandan keyin skidkani aytdik. Boshqalarga o'xshab laxatron qilganimiz yo'q. Bunisi-chi? Bu ham Bogatovich, ha? Bu 500 dollar. Bu 500 dollar. Ha. Bunga endi mehr berilgan ekanda. Bezaklari bor ekan buni. Bezaklari bor. Buni Buni har xil rangi bor. Suvenir ishi ko'proq ekan bu. Ha. Zo'r. Endi bu ham ana shiriga 5 million 700 ming so'mlik. Ikkitasi bir xil Qashqadaryo gaz. Do'konimiz zakaz qilganlar o'shalarga berishimiz kerak. Xullas, darvoza yasaysiz, kravat yasaysiz, kacheli yasaysiz, a? Hamma temir sohasi borki, zina, pina hammasini qilamiz. Temirlar hukmdori ekanlar bu kishi. Arzonroq varianti. Aha. Bu 3,5 million so'm. Bu 3,5 million. Ha, endi bunda bitta xislati bor. Oyog'imda qilib qo'yib olsangiz bo'laveradi. Ha, ha, ha. Hali yosh katta onaxonlar, otaxonlar bo'lsa, oyoqlari og'rib ketmaydi, to'limaydi. Shuni hisobga men temir qilib qo'yilgan. Zo'r. Kerak bo'lmasa, men temirimni doq qilsalar, temir kerak bo'lmaydi. Odatiy holga qaytadi. Bundoq qilsalar tushadi, xotirjam o'tirishaveradi. Zo'r. Buni nechi pul dedingiz? 3,5 million so'm. 3,5 million so'm. O'rtoqlar, narxlarni eslab qolinglar. Biz skidkani e'lon qilishdan oldin narxlar bilan tanishtirib kelayotgandik. Narxlarni telefon qilib so'rab olasizlar. Men Elpavardan deysizlar. Bu narikacheli qorani shikalant rangi. Aha. Bu shagrin kraska bo'lgan. Ha, ana. Ha, u devo bo'lgan. Ha. Zo'r. Ular buni nima farqi bor narxida? Narxda farqi yo'q, bu ham 500 dollar. Bu ham 500 dollar. Ha. Tushunarli. Endi mana 3 million 200 ming so'm. Aha. Ana bilan bir xilmi? Bu Bir oyoq xil, mana oyoq qo'yadigan yo'q tagida. Ha. Ikkitasi bir xil, ikkitasi ham maydalanadi. Yotadi ponni. Zo'r ekan-ku. Javob aka, men qilgan ishlaringizga haqiqatan ham qoyil qoldim. Bekorga nomingiz chiqib, mana temirlar hukmdori deyishmas ekan sizni. Zo'r lekin. Bu naqshlarni qanaqa qilib qilasiz aka? Bu lazerda kesamiz. lazer aparatingiz bormi? Lazer aparati bor, shunda kesib o'zimiz chiqazamiz. Yo'q, u apparat qanaqa apparat u? Temirlarni kesadi, lazer aparat, foy aparati. O'shani tushunarli. kesib, mana yo'ldan chiqaziladi. Namanganda ko'pmi unaqa apparat? Ha, ko'p. 7-8 ta bor. Tushunarli. Lekin mana naqshlarga ham alohida e'tibor berish kerak. Zo'r. Ular yumshoq, Yumshoqni piramida deydi. yumshoq ekan. Ha. Bu oddiyrog'i, Aha. salidni skrom narsa bu. Ya bu o'zi zo'r ekan-ku. Chotki. Yumshoq ekan bu. Bunisi Bunun narxi 3,5 million so'm. Bu ham dastavkasi, bu ham yig'ishtiriladi. Bitta mana katta kacherelar yig'ishtirilmaydi, shu butun. aka sizda tayyori bo'ladimi, oldindan zakaz bilan qiladimi? Tayyori ham bor, zakaz qilishadi. Tayyori bo'lsa, tayyorini jo'natib yuboramiz. Zo'r. Endi bu narigi kacherelarni manaqa chixolligi, cho'kadigani. Bu nechi pul? Bu 6,5 million so'm. Tushunarli.
Buni Endi bu 500 dollarlik. Bu ham chiroyli chiqqan. Aha. Narigilar bilan bir xil. ha bu ham zo'r ekan. Endi mani kravatim. Bular endi tayyor bo'lyaptimi? Ha, bu tayyor bo'libdi. Taxtasini qo'ymadi. Nariga haligi 4 million 200 ming so'mlik bilan bir xil bu. Bir xil. Ha. Mana yerda dizaynda farqi bor xolos. Tushunarli. Bularchi? Endi bu kravatimiz gulli talab qilganlarga. Aha. Chekkalari ham gulli bo'lgan. Mana oldi to'siq. To'li bilan, gilami bilan 6 million 200 ming so'm. Zo'r. Gilami bilan. Gilami bilan. Tushunarli. Oldi bekonligini hisobiga. Qolganlarichi? Qolganlari hammasi har xil narxi. Mana qayta. Eng arzon kravatingiz qancha? Sifatli yani. 4 million Budjetni 200 qidirib ming yurganlar so'm. uchun. Ha, budjetni qidirib yurganlar uchun men 4 million 200 ming so'm. Eng arzoni shu. Ha, gilami bilan. Tushunarli. Gilami bilan. Zo'r. Vallarni ham bitta olib qo'ying. Bularni shu taxtalar bilan aytdingiz narxini. Buniki mana oldi ochig'i bu 5,5 million so'm. Buni oldi ochiq. Zo'r. Mana, buni ham oldi ochiq. Gilamlari bor ekan buni ham. Gilamlari bor buni ham. Gilami ham unaqa arzon gilam emas. Xo'p, buni qadrli elpavar Bu kuzatuvchilari. yerda yana bittasi Bu ko'rishdi. yoqda ham bormi? Ha. Buniki mana 6,5 million so'm gilami bilan Aha. 10 bo'lgan. Mana eti mana 12 bo'lgan. Bu qalinroq a? Ha, qalinroq. Tushunarli. Shuni hisobiga pulda rang. Qadrli elpavar kuzatuvchilari, o'sha Temirlar hukmdorini bugun faoliyati bilan tanishdik. Ular ishlab chiqarayotgan mahsulotlarni narxi va sifatlari bilan tanishib chiqdik. Bemalol bu ushbu ko'rsatilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, Temirlar hukmdori sizmi deb bemalol elpavar obunachisiman deb so'rab, talashib, skidkalar bilan, narxlari bilan olib ketaverasizlar. Bemalol telefon qilaverasizlar. Salomat bo'ling.